Assalomu alaykum. Mana bugun Muhammad Alini qorasiga kelganmiz. Mana super elitni arasharlar. Muhammad Ali ikki og'iz gapirchi. Super elitni arasharlar. Dollarda sotiladigan arasharlar. Nima yeydi-ku? Endi xudo xolasa tilla qo'shib beramiz, ovqatiga qimmatroq bo'lsin deb. Prosta o'sha oddiy qo'yayotgan narsani edi, kepak, silyoz, Mana ko'rishinglar mumkin. ko'rsatganchi. Mana somon, silyoz, mosh Qipig'i, moshga. beridan chiqarib beriladi, dabaqqa qilib beriladi. Oddiy shu narsalar yeydi, ha. Ha, keyinchi tilla deganda mehrdan chiqqan tillani bularga sachib qo'yasizlar, o'zi chiroyli, yaxshi pul bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga tavsiya qilaman, xudo xolasa. Birinchi boshlayotgan inson eng qimmat qo'ydan boshlash shart emas, обычный xonagidan boshlasa ham bo'laveradi. Havas qilganlarga, niyat qilganlarga hammaga nasib qilsin. Hammaning chorvasiga xayr va baraka bersin. Xudo xolasa bittadan like bilan podpiskani bosib tursanglar, xudo xolasa bizga motivatsiya bo'ladi. Bu narsa sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa obunachilarimiz soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Yangi chorva boshlamoqchi bo'lgan insonlarga bu manfaatli bo'ladi, jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.